Neymar zamonamizning eng texnik va sehrgar futbolchilaridan biri. U faoliyati davomida bir qancha sovrinlarni yutadi, ammo u bu yo'lga kelgungacha bir qancha qiyinchiliklarni bosib o'tadi. Bugun bizada yana futbolchi tarixi rubrikasi va bu sonimizda biz Neymar Juniorning shu kungacha bo'lgan tarixini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hayotida nima narsalar kechirgan bo'lsa, o'shalarni boshdan oxirigacha shu videoda, shu rubrikada ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Husan Sport YouTube kanalidasiz va videoga like bosing hamda kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshlasak ham bo'ladi. Neymar da Silva Santos Junior 1992-yil 5-fevral kuni Braziliyaning Mogi das Cruzes shahrida tug'ilgan. Neymar da Silva Santos Junior kichkinaligidan kambag'al oilada ulg'ayadi. Otasi sobiq futbolchi bo'lib, uning iste'dodini juda erta payqab, unga futbolni o'rgata boshlaydi. Neymar bolaligida ko'proq futzal va ko'pincha futbolni o'ynab, texnikasini rivojlantirdi. Juda yoshligidan uning driblingi va tezligi ajralib turardi. U 11 yoshda Santos akademiyasiga qo'shiladi va bu yerda tezda eng ko'p iqtidorli yosh futbolchilardan biriga aylanadi. 2009-yilda atigi 17 yoshida Santos asosiy jamoasida debyut ham qiladi va ilk mavsumdayoq muxlislar e'tiborini tortdi. 2010-yilda u jamoasi bilan Copa do Brazilisni qo'lga kiritdi va o'sha yilning o'zida Braziliya terma jamoasida ham debyut qildi. 2011-yil Neymar uchun burilish nuqtasi bo'ldi, chunki u Santos bilan Copa Libertadoresni yutib, Janubiy Amerikaning eng katta yulduziga aylandi. Uning o'yini ko'plab Yevropaning gigant jamoalarini e'tiborini tortdi, lekin bir necha yil Santosda qolishni tanladi. Shu davrda u Braziliyada mashhurlik cho'qqisiga chiqdi, reklamalarda qatnashdi va katta daromad topa boshladi. 2013-yilda u Yevropaga yo'l oldi. FC Barcelona klubiga o'tdi. Bu transfer uning faoliyatidagi eng muhim qadamlardan biri bo'ldi. Barselonada u Lionel Messi va Luis Suarezlar bilan birga tarixiy MSN uchligini hosil qildi. Ular birgalikda futbol tarixidagi eng kuchli hujum chizig'laridan biriga aylandi. 2015-yilda Neymar Barselona bilan treble, ya'ni La Liga, Copa del Rey va Chempionlar Ligasini yutdi. Ayniqsa Chempionlar Ligasi finaldagi golni urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shadi. O'sha davrda dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylandi va hatto ko'pchilik uni Messi va Ronaldodan keyingi 3-o'rin deb atay boshladi. Ammo u 2017-yilda Neymar futbol tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan birini amalga oshirib, Paris Saint-Germainga rekord summadagi 222 million yevroga PSG ga o'tdi. Bu transfer uning mustaqil yulduz bo'lish istagi bilan bog'liq edi. Chunki Barsada faqat qirol Messi bo'lgan. Agar Messi haqidagi to'liq uning ham hikoyasini bilmoqchi bo'lsangiz, YouTube'dagi videomizni ko'rishingiz mumkin. PSJda u asosiy yulduzga aylandi, lekin uning faoliyati jarohatlar bilan ko'p marta to'xtab qoldi. Ayniqsa Chempionlar Ligasi play-off bosqichlarida ko'p bora jarohat olib, jamoasiga yordam bera olmadi. Shunga qaramay u klub bilan ko'plab ichki sovrinlarni qo'lga kiritdi va 2020-yilda PSJni Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqdi. Davomida ko'plab tanqidlar ostida qoldi. Chunki ba'zilar uni ortiqcha dramatik o'yinlar va maydondagi simulyatsiyalar uchun tanqid qilishdi. Lekin uning texnikasi, kreativligi va gol urish qobiliyati doimo yuqori baholandi. Braziliya terma jamoasida esa u yoshligidan asosiy yetakchiga aylandi va 2013-yilda Konfederatsiyalar Kubogini yutdi. 2014-yil Jahon chempionatida esa u jamoaning eng muhim o'yinchisi edi. Lekin chorak finalda Kolumbiyaga qarshi o'yinda og'ir jarohat olib, turnirni tark etdi. Bu Braziliya uchun katta yo'qotish bo'ldi va jamoa yarim finalda Germaniyaga naqd 7-1 hisobida yutqazdi. 2016-yilda Neymar Braziliya bilan Olimpiyada oltin medalini qo'lga kiritdi.
Bu uning bolalik orzusi edi va finalda hal qiluvchi penaltini golga aylantirdi. Keyingi yillarda u Braziliya tarixidagi eng yaxshi to'p urarlar qatoriga kirdi va hatto Pele rekordiga yaqinlashdi va undan oshib ham ketdi. 2023-yilda Neymar yangi sarguzashtlar izlab Saudiya Arabistoniga yo'l oldi va Al Hilol klubiga o'tdi. Bu qaror ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi, chunki u hali ham yuqori darajada o'ynay olardi, lekin katta moliyaviy taklif bu qarorga sabab bo'ldi. Al Hilolda esa u yana jarohatlar bilan kurashdi va uzoq vaqt maydondan tashqarida bo'ldi. Bu esa uning faoliyatidagi eng katta muammolardan biri sifatida davom etdi. Shaxsiy hayotida Neymar ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'lgan munosabatlar va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati bilan ham doim e'tiborda bo'ldi. Neymar Junior 2025-yilda kutilmagan va juda hissiy qaror qabul qilib, faoliyatini boshlagan klubi Santosga qaytdi. Bu transfer futbol muxlislari uchun juda katta voqea bo'ldi. Chunki ko'pchilik Neymar faoliyatini aynan shu klubda yakunlaydi deb o'ylagan edi. U Saudiyadagi Al Hilol davrida ketma-ket jarohatlar bilan qiynaldi va o'zining yaxshi formasini yo'qotgandek ko'rindi. Aynan shu sababli u yana o'zini tiklash va bosimdan uzoqroq muhitda o'ynash uchun Braziliyaga qaytishni tanladi. Santos esa bu paytda yana kuchli jamoa qurishga harakat qilayotgan edi va Neymarni qaytarish orqali nafaqat sport jihatdan, balki marketing va muxlislar e'tiborini jalb qilish bo'yicha ham katta yutuqqa erishdi. Neymar qaytgan zahoti stadionlar to'lib ketdi. Muxlislar uni qahramondek kutib oldi va Braziliya futbolini yana bir oltin davr boshlanishi mumkin degan umidlarni uyg'otdi. Uning qaytishi yosh futbolchilar uchun ham katta motivatsiya bo'ldi, chunki ular endi afsona bilan birga bitta jamoada o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Neymar esa bu safar avvalgidek faqat yulduz emas, balki lider sifatida harakat qila boshladi. U o'zining tajribasini jamoaga ulashib, yosh futbolchilarni rivojlantirishga ham e'tibor qaratdi. Maydonda esa u hali ham o'zining texnikasi, driblingi va kreativligi bilan ajralib turdi. Garchi uning tezligi biroz pasaygan bo'lsa ham, uning o'yinni ko'rish qobiliyati va tajribasi bu kamchiliklarni yopib ketdi. Santos bilan u yana sovrinlar uchun kurashishni boshladi va klubni xalqaro turnirda qatnashishga harakat qildi. Neymar uchun bu qatnashish faqat futbol emas, balki shaxsiy jihatdan ham muhim edi. Chunki u aynan shu yerda o'z faoliyatini boshlagan va yana shu yerga qaytib kelishi uning to'liq aylanish hikoyasini anglatadi. Bu qaror uni muxlislar ko'zida yanada hurmatliroq qildi. Chunki ko'pchilik yulduzlar faoliyatining oxirida Yevropaga yoki pul ko'p beradigan ligalarga qolishni tanlaydi. Neymar esa yuragi va yaqin klubni tanladi. Hozirgi kunda u Santosda yana o'z nomini tarixga yozishda davom etmoqda va agar u jarohatlardan uzunroq bo'lsa, bu qaytish uning faoliyatidagi eng chiroyli yakunlardan biriga aylanishi mumkin. U otasi bilan juda yaqin ishladi va uning otasi uning menejeri sifatida barcha transfer va moliyaviy masalalarni boshqardi. Neymar o'z faoliyati davomida boylik, shon-shuhrat, tanqidlar, jarohatlar va muvaffaqiyatlar bosimini boshidan kechirdi. Lekin shunga qaramay u futbol tarixidagi eng iste'dodli va tomoshabob o'yinchi davom etmoqda. Chunki u hali futbolni tark etmagan va kelajakda yana qanday natijalarga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xo'sh, qale, bu video sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yishni unutmang va videoni o'rtasida aytgan gapim, mana shu videomizda 100 ta like yig'ib, hamda 20 tadan ko'p komment yig'adigan bo'lsak, biz Cristiano Ronaldoni tarixi degan videoni ham chiqazamiz. Hoziroq kanalga o'tib obuna bo'lamiz va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa sekin videoni yakunlasak ham bo'ladi. Husan, siz bilan Husan Sport kanali bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, yana bir bor aytib o'taman. Mana shu Neymar haqidagi videomiz 100 ta like va 20 tadan ko'p komment yig'adigan bo'lsa, biz Ronaldoning tarixi degan videosini chiqazamiz. Shuning uchun hoziroq shu videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va videoga komment ham yozib keting.